27-dekabr navbatdagi videoni oldik. Hamma narsani boshi bo'lganda oxiri bor. Akalar, ukalar, qanaqadir kimdadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, bizdan xato o'tgan bo'lsa, uzrimizni so'rab qolamiz va xudo xohlasa boshi bo'lganda oxiri bor. Bugun 27-dekabr ishlarni xudo xohlasa tugatib, erta 28-kunni kechga hamma dam olishga uyiga ketadi. Va navbatdagi ishlarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Farg'onaga ketadi, xudo xohlasa. Bunisi Qashqadaryoga ketadi, akalar. Cho'tki qilib ishlarni bitirganmiz, gabarit chiroyli ko'rib turgan. Buni rangini qora so'raganlar uchun qora. Mana aka, zo'ri. Ishoning, vashi zo'r. Maza qilasiz. Hamma ishlarni bitirib qo'ydik mana. Zashtalarni qo'yib, boshqa qilib. Xo'p, gaz qo'ydik 65 litrlik. Zashtalarni qo'ydik mana. Cho'tki bo'ldi. Mana, har doimgidek chempion tentlar. Korona qo'yganmiz. Bu yoqda yana bitta laboyimiz bor, u ham chiqib ketadi. Buni ham bitta ko'ring, aka, cho'tki. Akalar, shu yetganimdek hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlar uchun hammaga rahmat. Yaxshilik ko'rishinglar, yangi yil sizlarga yaxshi, omadli yil bo'lib kelsin. Hammaga rahmat.